Ushbu siz ko'rib turgan ziyoratgoh Kitob tumanining markazidan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan Said Ne'matulloh ziyoratgohi hisoblanadi. Ushbu ziyoratgoh ma'lum bir sabablarga ko'ra ayni kunlarda e'tibordan chetda qolgan maskanlarga aylangan. Ushbu qabr toshi aynan ana shu Sohibqon Amir Temurning turlari sanalgan Shoh Said Ne'matulloh ibn Abdulloh ibn Abdurahmon qabr toshlari hisoblanadi. Bu yerda 1330-yillarda yashab o'tgan. Tarixi shundayki, rivoyat qilinishicha Amir Temurning pirlari bo'lgan Said Ne'matulloh va Said Baraka pirlarini qaysidir ma'noda o'sha chaqimchilik oqibatida o'zlarini yashab turgan manzillaridan quvg'in qilinganda ortlaridan Amir Temur bobomiz chopar jo'natadilarki, ortga qayting deb. Shunda Said Baraka Samarqand shahrida qaytib qoladilar. Xo'ja Ne'matulloh bobomiz esa aynan mana shu manzil makonni qishloqlarda yashab o'tib, shu Kitob tumanini aynan Palandara mahallasida joylashgan Mo'g'ul qishlog'idagi mana shu manzil makonni o'zlariga makon aylaydilar. Va tarixga qaraydigan bo'lsak, islom dinini targ'ib etishda Ne'matullohga o'sha tariqatini ilmga kiritgan va 400 dan ortiq asarlarni bizgacha yetkazib kelgan ulamo hisoblanadilar. Ushbu ko'rib turgan tarixiy qadamjoh ana shunday manzil makoni hisoblanadi. O'ylaymizki, ushbu loyihamiz orqali shunday bir obod go'shaga aylansa ajab emas.